Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Bu majmua Maxtum Azam Dahbiydi nomlariga qo'yilgan. Maxtum Azam hazratlari asl ismlari Sayyid Ahmad ibn Jaloliddin Kasani, payg'ambarimiz alayhissalomni 22-avlodlari sanaladi. Bu kishi 1461-yilda Namangan viloyatini Kosonsoy tumanida dunyoga kelganlar. İlk ta'limni oilalari, Kosonsoy maktablari, keyin Farg'ona va Toshkent madrasalarida o'qiganlar. O'zlarini ustozlari va tog'alari Sayyid Mir Alining tavsiyasiga ko'ra, o'z zamonasini qutbi bo'lgan avliyolar peshvosi Hoji Ahror Valiyning shogirdlari Mavlono Muhammad Qoziyga shogird bo'ladilar. Mavlono Muhammad Qoziydan zohiriy va botiniy ilmlarni chuqur o'zlashtirganlaridan so'ng pirovardida ustozlari bu kishini o'zlariga eng yaqin shogirdlari deb e'lon qiladilar. Mavlono Muhammad Qoziy vafotlaridan keyin O'rta Osiyo tariqat peshvolari Maxtum Azam hazratlarini o'zlarini ustozlari, pirlari deb e'tirof qiladilar. Maxtum Azam hazratlari islom olamiga, xossatan Naqshbandiya tariqatini rivojiga ulkan hissa qo'shadilar. 30 dan ziyod asarlar yozadilar, 1000 dan ziyod shogirdlar chiqaradilar. Hattoki 60 ta murshid avliyoni tarbiya qilib chiqarganliklari uchun Piri Shasti degan nomlari ham bor. Maxtum Azam hazratlarini dovrug'i butun atrofga yoyiladi. Hattoki davlat hukmdorlari ham bu kishini o'zlariga ustoz deb biladilar. Jumladan Jonibek Sulton, Buxoro amiri Abdullohxon va Yorkent xoni Abdurashidxon, Hindiston hukmdori Zahiriddin Muhammad Bobur ham shular jumlasidandir. Maxtum Azam hazratlari bu joyga, ya'ni Dahbetga 1520-yildan keyin doimiy yashashlik uchun Jonibek Sultonni iltimoslariga ko'ra keladilar va 14 yil bu yerda yashab, 1542-yilda shu joyda vafot qiladilar. O'zlarining vasiyatlariga ko'ra bog'laridagi nok daraxtini ostiga dafn qilinadilar. Bu ko'rib turgan masjidimiz u kishini nabiralari Hoji Hoshim alayhirrahmani muridlari va shogirdlari Yalangto'sh Bahodir tomonidan 1618-yilda qurilgan. Bahodir Yalangto'sh bu yerda 3 ta inshootni bino qiladi. Ularning biri maqbara, ikkinchisi masjid va uchinchisi madrasa. Hozir maqbara va masjid yurtboshimizning tashabbuslari bilan bevosita obodonlashtirib, kengaytirildi. Madrasa inshaalloh mana shu joylarda bino bo'lishligi, yana oldingi tarixiy o'rinlari tiklanib, bu yerda talabalar mana shu yerda tahsil olishliklarini Allohdan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.